Assalomu alaykum do'stlar, barchaga xayrli kech. Mana bugungi kunimiz ham jumaqlandi. Sizlarga bir narsani aytib o'tmoqchiman. Fortuna Business mikro qarzi shirkatida berilib turgan kreditlar ham ular to'g'ri ma'lumotlar, grafiklar haqida qiziqtirgan bir so'rovlaringiz bo'lsa, bemalol tomenda ko'rsatilgan nomerlarga байланыша bersangizlar bo'ladi albatta. Biroq sizlardan o'tinish yetib qolgan bo'lar edik. Jumus vaqtida байланышсаңыз biz bilan biz qo'limizda bar ma'lumotlarni erkin ko'rib sizlarga to'liq ham aniq ma'lumotlar aytgan bo'lar edi. Endi ko'pincha bunday joylar bo'lyapti. Biz жұмыстан qaytgandan keyin gruppalarimizga grafiklar haqida ma'lumotlar so'rab yoki so'rovlar berib bizga yuzlanadi. Attang bizlar qo'limizda bunday ma'lumotlar bo'lmaganligidan sizlarga aniq javoblar bera olmayapmiz. So'ngdan bizlarga xafa bo'lib o'tirganlar ham bor, ishdan topiladi ham her türlü bilasizlar bizlarning sotsial tarmoqlarda aslan belsendi bo'lib boratırmiz. Soning uchun ko'pincha bunday ham joylar yuzaga kelib o'tiribdi. O'zlarining negativ fikrlarini aytib o'tiribdi. Albatta, kredit ko'pchilik joyda muhtojlikdan olamiz. Ya'ni qanday bir narsaga bir pul kerak bo'lib qoladi yoki bir boshlamoqchi bo'lgan biznesimizga qanday bir investitsiya kirgizimiz kelib qoladi. Sonday vaqtda bizlar zarurlikdan olamiz. Endi ko'pchilik joyda o'shunday bir ma'lumotlar bersak, reklamalar berib o'tirsak, biz aslida kommentariyalar yozadi yoki negativ fikrlar yozadi. Rostini aytsam, men ne deganini aytib o'tirmay qo'yayin, ko'pchiligingiz ko'rib ham o'tirsizlar. Sizlardan o'tinish. Biz reklamani qilgan vaqtimizda sol kreditga muhtojligi bor odamlar bizlarni topib olsin, emas topib oluv imkoniyati artsin degan ma'noda ma'lumotlar tarqatishga harakat etamiz. So'ngdan iltimos sizlardan, sizlarga kredit kerak emas bo'lsa, bu videoni o'tkazib yuborsangiz bo'ladi. Yoki qanday bir sizdan kredit oluv masalasi bo'yicha yordam so'rab o'tirgan yaqinlaringizga berib qo'ysangiz bo'ladi. Albatta, endi qalay o'zida biz hech kimni majburlab o'tirganimiz yo'q. Deganmen bizlar o'zlarimizning produksiyalarimiz deb aytamiz. Bizlarning kreditlarimizning turlarini ularga tushuntirishga, ularga ma'lumotlar berishga majburmiz. Sebebi ko'pchilik joylarda mana hozir zamon rivojlandi, texnologiya rivojlandi. Uyda o'tirib bizlardan olgan ma'lumotlarga suyunib, ular o'zlarining жұмыстарын rejalashtiruvi mumkin. Endi har biri bizga qo'ng'iroq etib байланысып yoki kelib, avre bo'lib so'shajardan ma'lumotlar oluvdi qalay. Hozirgi zamonda mana telefon orqali yoki so'ngga o'xshash sotsial tarmoqlar bo'ladimi? So'lardan ma'lumotlar oluv orqali bo'lmasa qalaba xabar qurollaridan, mana hozir radiolardan ham reklama berib o'tiramiz. Ko'chalarda mana billboardlarga, ya'ni reklama bannerlarni yozib, bizlar ma'lumotlar qisib qo'yamiz. Qaysi so'zlardan ham bizlarga байланыш orqali nomerlar ko'rsatib bo'ladi. So'ng nomerlardan bizlarga qo'ng'iroqlar amalga oshirib, yoki ko'rsatilgan sotsial tarmoqlarimizning manzillari, siltamalarini байланыshib bizlarga so'rovlar bo'lsa bo'ladi. Albatta, жұмыс vaqtida bizlerden imkoniyatlarimiz haqida yoki foizlarimiz haqida sizga ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bana aytib o'tganimdek tomenda taqim nomerlar ko'rsatib o'taman. Son nomerlarga байланыш orqali qiziqtirgan so'rovlaringizga javob bera olsangiz bo'ladi.